Markaziy Osiyo kelgusi vegetatsiya mavsumiga o'tgan yilga nisbatan kam suv zaxirasi bilan kirib kelmoqda. Bu haqda davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv xo'jaligi komissiyasi hisobotidan ma'lum bo'lmoqda. Qayd qilinishicha, Amudaryo havzasida mavsumlar oralig'i kam suvli sharoitga o'tgan. 11 fevral holatiga ko'ra suvlilik me'yorga nisbatan 66,8% ni tashkil etgan. Bir yil avval bu ko'rsatkich 101,8% ni tashkil etgan. Ya'ni daryo deyarli to'lib oqqan edi. Oqimning kamayishi Tuya Mo'yin suv ombori suv to'planishiga ta'sir ko'rsatgan. Uning hajmi kamaygan. Amudaryo deltasi va Orol dengizi 4 oy ichida 935 million kub metr suv yo'naltirildi. Bu rejalashtirilgan hajmning 3dan 2 qismiga yaqin. Rejadagi suv hajmi 1,4 milliard kub metrni tashkil etadi. Sirdaryo havzasida vaziyat ancha barqaror ko'rinadi. Umumiy oqim me'yori 11,7 milliard kubometr bo'lganda, prognoz 9,1 milliard kubometrni tashkil etgan. Amalda 10,2 milliard kub metr suv kelib tushdi. Bu prognozdan 1 milliard kub metrga ko'p, ammo me'yorning atigi 87%.